hech kimdan kam bo'lmaymiz. Kam bo'lmaganmiz, kam bo'lmaymiz degan da'vatni men xohlardim yoshlar qayerda ishlatish kerak. Mana shu zamonaviy bilimni egallash uchun, zabt etish uchun, bilim cho'qqalarini egallash uchun mana shu men hech kimdan kam bo'lmaganman. Mani bobom Amir Temur butun dunyoni titratgan. Butun dunyo tan olgan. Shunaqa bobong bor ekan, shunday ulug' ajdoding bor ekan. Bugun nima uchun sen bo'lmasam shunga o'xshash uchun, shundan iborat olish uchun sanam etalik maydonga chiqmaysan. Belingni qattiq bog'lab, men borman. Qani chiq maydonga deb gapirsaga yana nima kerak menga? Jumladan, karmanalik Rustam Egamov ham bugungi kunda muqobil energiya bo'yicha izlanishlar olib bormoqda. Men yoqilg'isiz, to'xtovsiz ishlab, o'zidan elektr energiyasi ishlab chiqaradigan dvigatel ixtiro qildim. Ushbu dvigatel nima uchun kerak? Uyimizga qursak, svetimiz o'chmaydi. Qishki kuniga uyimiz issiqqina bo'ladi. Avtomobillarga qurilsa, avtomobil elektromobil bo'lib, qaytib zapravka ham qilmaymiz, qaytib zaryadkaga ham qo'ymaymiz. Undan tashqari, qo'l telefonining ichiga zavod orqali maydasi yasab qurilsa, telefonni zaryadga qo'ymaymiz. Uzog'i bilan taxminiy buzilish muddati bor 15 yilgacha. Buzilgan paytiga ichidagi pachimligini almashtirsak, yana 15 yil ishlaydi. Ushbu dvigatelimiz asosiy ishlash prinsipi 2 dona doimiy neodimovый magnitlardan tashkil topgan bo'lib, girdida modga o'ralgan bo'ladi. Mana bu o'g'irlik qilmoqchi bo'lgan odamlarga aloqasi bormi-yo'qmi, shuni bilmoqchiman. Xo'p, u shuna davlat rahbariga shunaqa deb so'raysizmi? Yo'q, so'rashim shart emas. Aytaman, birov salmal qilsam bo'ldi shu. U odam amaralashganmi yo'qmi, men siraz bila olaman. Mana shu hozir guruhdan bordi-ku. Hozir sizga aytgan guruhga kirdingiz-ku, Ibrat 06 ga. Ana shunga kiringda, birinchi qachon ochilgan ana shu kanal. O'shani boshdan bu oxirigacha o'rganib chiqing, keyin meni kimligimni bila olasizlar. Mayli, o'qiling. Qayerda bitirgansiz? Salohiyatingiz bormi qanaqa? Aka, mana shu kanalni boshidan boshlab oxirigacha o'rganib chiqing, keyin tushunasiz meni kimligimni, hay? Demak, sizga ixtirodan ko'ra u mana shu holatga aniqlik kiritish muhimroq, to'g'rimi? Akajon, men davlatning mulkini o'g'irlarga berish niyatim yo'q men aka. Alo, assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom. To'g'rimi? Amma, ishlayapsiz, telefon qildingizmi? Xo'sh, yaxshi, rahmat. Telefon qildim, o'sha tushuntirdim. İşte prezident bilan uchrashaman deganingizga ular ham aytadiki, bu siyosatlarga o'xshab ketganmanda. Yo'q, katta bo'llar, prezident apparatidagi bo'llar. Yo'q, prezident bilan uchrashishimga deganimiz sababi bir ko'rishsam bo'ldi men dedim. O'g'irlik bilan kim aniqladi ishimga? Mana to'g'ri gapirmadi. Prezident bilan ko'rishishim kerak debdi. Ular aytadiki, nima deyapti? Bizga ishonmasa, bizga ishonolmaymiz deyapti. Tushundingizmi? Nima qildingiz? Hech kim prezidentni uchrashtirmaydi. Agar bizga haqiqatni desa, biz agar bu siyosatga aralashmagan, haqiqatni shunaqa davoy bo'lsa, biz ularga arziyat qilamiz deyapti. Biz hech kimdan izlaymiz, faqat prezidentga pochinatsiya qilamiz deyapti. Tushundingizmi? Prezident odamida bo'lsa ular. O'zbeklarda yana bir maqol borki, shuni aytmasam bo'lmaydi. Ya'ni bir eshikka kirishdan oldin chiqishni o'ylash kerak. Hayotning o'zining qiyinchiliklari hammamiz uchun qandaydir o'zimizga xos qandaydir savollarni tug'diradi, muammolarni tug'diradi. Lekin shu sinovlardan kim sog' omon bo'lib yengib chiqadi? Kim o'zini sog'lig'ini saqlaydi? Kim o'zini tozaligini saqlaydi, sofligini saqlaydi? Kerak bo'lsa, o'zini kelajagini saqlaydi. Beg'araz odamlar. Havas bilan yashash kerak, hasad bilan emas, havas bilan yashash. Сделаны стали, чужим не поверить, своих не бросает, и шрамы на теле его не остановят, летать не устанет. Har qaysi millat qachon ulug' maqsadlarga erishadi? Butun millatning ruhini ko'taradigan, intiluvchi bir maqsad
paydo bo'lmasa, bu maqsadlarga hamma millatni sog'lom kuchlari safarbar bo'lmasa, bu millat hech narsaga erisha olmaydi.